2026 2 fevraldan Yevrozabar narxi sindiramiz. Yevrozabar kimdan kim 3 ta klientimiz chiqadigan bo'lsa, Yevrozabarga 320 mingdan qayerga bo'lakimiz farqi yo'q. Samarqand viloyati bo'yicha 320 mingni qo'yib beraman. Nech kambilik, 1 kambilik, 10 kambilik, 100 kambilikni narxlar sindiramiz. Biz zaborchilarga. Mana ketdi, mana asb-sob bismillah. Zabor so'gilari ichida 4 ta sim solinadi. Turli simda solinadi. Uni 5lik emas, 6lik deydi biri yo'q. Turli simdan 4 talik solinadi. Hech kim 6lik ham 5lik ham solmaydi. Bu bloklar bor. Mana 38 18 dan bloklar poddonga qo'yiladi. Mana katta mashinaga mana plitalar ortib boramiz aka. Kichkina mashinaga mana 5 kambilik, 10 kambilik bo'ladi, kichkina mashina ortamiz. Shuncha o'zimiz texnikaga bo'lgancha arzonroq qo'yamiz narxlarda. Yurigasdan tosh, sement mahsulotlar bo'ladi. Tosh, sement armatura ketadi. Bular borib qo'yib beradi. Aytgan azmingiz 340, 350 qayerga o'zi manzil farqi yo'q. Samarqand viloyati yana qo'yib berib turadi. Aytgan azmingiz. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalarimiz, hurmatli vatandoshlarimiz. Xudo xolasa bugun beton mahsulotlari bo'lgan, ya'ni tayyor Yevrozaborlarimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz akalar. Mana turishlargacha e'tibor qilsangiz bo'ladi. Tayyor qilib ranglab berishgan akalar. Katta betonka yo'lda yoqasida turibmiz. Ishtixon tumani, ya'ni Azamat qishlog'idamiz akalar. Katta betonka yo'limiz, bu yoq Katta Qo'rg'on, bu yog'i Samarqand Toshkent yo'ldan bog'lab turadigan yo'limiz akalar. Batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlashda davom etamiz akalar. Biz hozir zapravkamizda turibmiz. Ustakalarimizni qo'llar dard ko'rmasin. Mana shunday ajoyib Yevrozaborlarimizni o'zlari kelib o'rnatib, mana shunday chiroyli qilib kraskalab berishgan akalar. Kimga shunday mana shunday beton mahsulotlari, mana shunday Yevrozaborlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqa chiqaramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilamiz akalar. Sizlarga narxlarni batafsil yoritib o'tamiz akalar. Assalomu alaykum, Samarqand viloyati Ishton tumani Yevrozabor kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand viloyati Ishton tumani Azamat qishlog'ida yakun qilib berganmiz Yevrozaborni. Ranglar berdigan, ranglamani berganmiz. 2 ga 2si 340 mingdan qo'yganmiz bo'ladi Ishton o'ziga. Hozir bahorga aksiyalar o'rnak hisobiga endi nima deydi? 10% chegirma qo'yib beramiz. Ilaruzdan kuzatuvchilar uchun 10% aksiya qo'yib beramiz. Ha, kelishtirib chegirmalar bo'ladi. Ha, kelishtirib chegirma qo'yib beraman. Qarang, bu 2 metrlik hisoblanadi. 2 metrligi borib o'rnatib berishlari ichida bo'ladi. Uydigazi tosh, sement olib beramiz. Ustogasi tagiga qotirish uchun, ustogasi tagiga qotirish uchun-da. Xohlasa ranglab bersangiz, ranglab beramiz. Uydigazi badini hisob kitob bo'ladi. Kim buni 2,5 metrligi bor, kim buni 1,5 metrliklari bor. 1,5 metrliklari 290 ming ishtixonchiga qo'yib beraman. Ishtixonchiga. 2 metrliklarni 340 mingdan, Ilaruzdan chiqadigan bo'lsa 320 mingni qo'yib beraman ishtixonchiga. Boshqa tumanlar, boshqa Nurobod bor, Narpay bor. U masofasiga qancha masofa bo'lgansa, yo'l kerak hisoblab chiqarib arzon qilib beraman. 10% chegirma Ilaruz kuzatuvchilar uchun. Bu har xil fasonlardan bir. Hozir bu akamiz mana shu fasondan tanlagan. Ham bo'yab berdigan. Qarang, bu zamaska qilingan sababi bunaqa zamaska qilinadi. Ko'p joylarda zamaska qilinmaydi-da. Oldini so'yganlar bo'ladi, orqa tomonni hamma tomonlar zamaska bo'ladi. Keyin buni o'ynatib ko'rsangiz ham o'ynamaydi aka. Tushunasizmi? Mustahkam. Garantiyasini beramiz. Buni garantiyasi 10 yil hisoblanadi. 10 yilgacha garantiya beraman. Agar mashina borib turtib, bir nima borib turtsa, sinsa, u men javob bermayman. Agar o'zidan o'zi tirishni tushadigan bo'lsa, o'zimiz og'inadigan bo'lsa, 10 yil ichida men o'zim sexim bor, sexda borib ko'ramiz. 10 yilgacha men o'zim garantiyasini beraman, javobini beraman o'zim. Kelinglar ko'ringizlar. Kelishtirib obunachilarga xohlasa bundan boshqa ranglar bo'laveradi. Ranglarda farqi yo'q. Yo'q, farqi yo'q. Masalan, bu taraf ranglamaydi desa, yo'q, hozir bu rang addini summa bo'ladi. Ranglash addini summada. Yo'q, men aytganim rangini farqi yo'q, xohlagan rangda qilib beraveramiz. Yo'q, xohlagan buni o'zimiz hisoblanadi. Har xil ranglar ko'rsatamiz, ranglangan joylarimizni ko'rsatamiz. Masalan, bu tarafni oq qilib ber deydi, biri ko'k qilib ber deydi. Mana bu tarafni oq qilib ber deydi. Har xil fasonda bularni g'ishti addini o'ylagan o'nlar bu fasonlar ko'rsatamiz. Zima chiroyli qarang, zapravkani
o'rab berganmiz, chiroyli bo'lib qolgan. Svitchalar qo'ysangiz, masalan, boshqa odamlar ham rang svitlar qo'ysa, yorug' bo'ladi, devor bo'lib qoladi. Blokdan ancha arzon tushadi bu. O'zi mana shu rang chiroyli chiqqan. Chiroyli chiqqan. Endi yana ham obunachilar didiga qarab boshqa ranglar ham bo'laveradi. Xarxlovani ko'rsataveramiz. Hozir buni narxini aytdik-a? Bu 340 mingdan ishtoncha qo'yib beryapman. Ha. Agar yillar o'zidan chiqadigan bo'lsa 10%, 320 ming qo'yib beraman. Yana ham kelishamiz akalar. Ishton ichiga, boshqa joylarga ham 10%, masalan, Nagirda, Nurobod taraflarga 350-360 mingdan qo'yganman-da. Aha. O'shalarga 20-30 ming arzon qo'yib beraman. Sizdan chiqadigan bo'lsa. Hozir bu balandligi 2 metrlik. Ha, bu baland 1,5 metrliklari ham bor. Birida yopiq qilib bersa, yopiq qilib beraman, eshitgan kerak emas desa. Aha. Xalq bozorida chiqarib beraman. 1,5 metrlari 290 mingdan qilib beraman, men oxiri. 290 ming hech kim qo'yib bermagan. Aha. Sharoitda masalan, iloji yo'q, yopish kerak bo'layotgan bo'lsa, sharoit sal og'irroq bo'layotgan bo'lsa, ularga ham sharoit nima deydi, arzonroq qilib beraman. Hammadan ko'ra ancha arzon qilib beraman. 20 ming arzon qilib beraman ularga ham. Hozir bundan baland 2,5 metrlik ham bo'ladi degan zakaz orqali. Ha, hozir bo'lgan sexda stoykalari bor. Ular buni 2,5 metrlari bor. U 450 mingdan qo'yilyapti. Kelishsa buni arzon qo'yib beraman. Buni agar uni ichida birontasida setga chiqmay qolsa, va bunaqa stoykasi sim chiqmaydi qolgan bo'lsa agar, uyga borgandan keyin birontasi setga chiqmasa, agar sim chiqmasa, necha kamlik bo'ladi? Yillik kamlik, olmish kamlik shunday arzon qo'yib berilaman. Tekinga shunday. Bittasi, ikkitasi agar sim chiqmay qolsa, borib uyga kelsa, plitani, gulni, stoykani sindirib ko'rish haqqi bor bittasini. Bemalol tekshirib olsa bo'ladi. Tekshirib ol, ha. İşte simsop, somoy unday chiqarib, gap so'z bo'lgandan ko'ra garantiyasini beramiz. O'zimiz işte setkasi bo'lmasa, agar necha kamlik bo'lsa, shuni tekin qo'yib beraman. Xizmatlar 12 viloyatga. 12 viloyatga, ha. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'ramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilamiz. Xudo xolasa akalarimizni sexlarda ish jarayonlarigacha ko'rsatib o'tamiz akalar. Hammaga nasib qilsin, mana shunday ajoyib fasondagi Yevrozaborlarimiz kanalga like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz akalar. Mana xudo xolasa ishxonaga ham yetib keldik. Mana katta trassa yo'limiz akalar. Katta Qo'rg'on shahridan chiqishda, bu yoq Navoiy, Buxoro, Kattaqo'rg'on shahridan chiqishda, bu yog'i Samarqand, Toshkent yo'li ketish akalar. Ishxon shaharimiz bu yoqda. Bizlar hozir Kartipa mahallasiga kirish joydamiz. Mana rim ustullarimiz tayyor turibdi akalar. Bu tomonda ishxonalari joylashgan. Hammasini batafsil ma'lumotlarigacha, ish jarayonlarigacha ko'rsatib o'tamiz sizlardan akalar. Like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha kuzatib boramiz akalar. Bizlarga setkalar, ichki solingan setkasi bu. Oshcha shu setkadan solinadi. 2,8 setkadan. Har bittasiga 15 kilo, 13 kilo sement tushadi. Ben qo'yilgan jarayonlar bu yoqlarda. Xodimlarda qo'yilgan jarayonlar aka. Har bittasi paddonga qo'yilib, salafonlar bilan dumlanaykan. Ha, salafon qo'yiladi. 4 kungacha 72 soat tashtirish kerak bular. Bu kecha qo'yilganlar bular aka. Bu yoqda faqat bu zakaz uchun emas, quyilib ketaveradi. Kimki mana zakaz uchun qarab ketaveradi bu. Bas gullar bular. Ha. Qayerga ketadi xolasa bular? Bular Nagirnaga ketadi nasib qilsa. Nagirnaga zakaz bular, o'shanga ketadi. Kechagilar. Qalinligi ham yaxshi. 4,5 bor. Endi 3, 2,5 emas, 4,5 qalinlikda. Mana akalar uni endi olib borib nuqlar. Mana ketdi, mana asb-sob bismillah. Bu ana Zabor. Sifatini mana turishidan ham o'zlari yetib olsangiz bo'ladi. Qanaqa sementda solinadi? Bu Katon ishlatamiz, Foxen ishlatmaymiz. Katon ham Foxenning markasida. Endi bu keyin chiqqanki, shuning uchun endi Foxenga o'tib ketdi-da. Katon ham zo'r aka. Galtilla mana 12 kilodan 13 kilodan tushadi sement. Garantiyasini beramiz. Har bitta panelga. Panelga. Buni dimlaymiz. Mana shunday holatda dimlanib, yana ham mustahkam bo'lish uchun salafonlar bilan dimlanyapti. Dimlangan narsa baribir
yaxshi bo'ladi-da. Ustidan yana poddon qo'yilib, ustidan yana quyilib ketaveradi akalar. Mana stakalarimiz qo'llatib turmasin. Stakalar ha, xudo Bu xolasa. zabor so'kilari ichida 4 ta sim solinadi. 4lik simda solinadi. Uni 5lik emas, 6lik deydi biri yo'q. 4lik simdan 4 talik solinadi. Hech kim 6lik ham 5lik ham solmaydi. Bu masalan, aka bu 5 talik qolibi bu. So'kasida bu. Ha, bu 2,5 metrlik. 2,5 metr so'kasi bu. Aha. Kimga qanaqa xizmat bo'ladigan bo'lsa, masalan, bunaqani 2 metrliklar bor, 2,5 metrlik bor, 1,5 metrliklar bor. Bu so'kalar mana. Bu ham 2 metrliklardi. So'kalari. Bu ham 2,5 metrlik so'kalar. Zakaz bergan qo'rliga. Qo'rliga zakaz bergan. Bu 2 metrliklar, bu 1,5 metrliklar berdi mana. Stakalarimiz akalar. Bu 1,5 metrliklari 60 yilga kiradi, 1,5 metr qoladi. Balandlik 1,5, yeniga 2 metr bo'ladi. Stakalarimizgacha ko'rsatib o'tamiz akalar, ko'rib baho berib, ishxonaga kelib turib, ya'ni ish ketayotgan jarayonlar bilan tekshirib olsangiz bo'ladi. Bloklar bor, mana Bloklarimiz mana akalar. o'zimizda texnika bo'lgani evaziga aksiya deb, aksiya mahsul o'tmadi degan maqsadda emas, o'zimiz texnika bor, olib borib berish, xalqqa yengilroq bo'lsin degan maqsadda arzonroq qo'yapmiz. U o'tmadi degan bo'llar o'tmaydigan narsaga aksiya qo'yiladi-da, ko'pinchaga. Bu bloklar bor, mana 38-18 dan bloklar poddonga qo'yiladi. Bular necha puldan bo'lyapti? 3,5 mingdan bloklar bo'lyapti. Aha. Balandligi ham baland ekan-a bular. Ha, balandligi ancha baland. Ishda ham ancha undir ekan akalar mana. Bloklarimizni sifatlarigacha e'tibor qilamiz. Garantiya bilan o'zimiz texnika, mana katta mashinaga mana plitalar ortib boramiz aka. Kichkina mashinaga mana 5 kambil, 10 kambil bo'ladi, kichkina mashina ortamiz. Shuncha o'zimiz texnika bo'lganicha arzonroq qo'yamiz narxlardaga. Ishlaki blokda hozir bugun biz aytib ma'muriyatdan salom urib qo'ygandik. Shu qo'yilgan yo'qdi. Tak. Hozir endi obunachilarimizga Rim stullarni ham ko'rsatib o'tamiz, ha? Rim stullarni ko'rsatamiz. Keyin oldin men aytgandek 2 fevral bugun nasib qilsa, xudo xolasa, kimga 3 ta klient chiqadigan bo'lsa, 3 ta klientga 320 mingni qo'yib beraman. Samarqand bo'ladimi? Samarqand, Nagurni, Nurobod farqi yo'q. 320 mingni qo'yib beraman. Yillar o'zida chiqadigan bo'lsa, olasi Yevrozobod. Olasi Shilaka blok. Shilaka blokda olasi Rim ustuni, farqi yo'q. Farqi yo'q, hammasi arzon qilib beraman. Shipol bo'ladimi? Shipolda ham 12 armatura qo'yiladi, 2 metrliklari bor, 2,5 metrliklari bor. 2,5 metrlik 42 mingdan bo'ladi. Garantiyasini beraman, tashab ko'rib oladi Shipolda ham. Yillarga bundan tashqari bizda Rim ustunlari bor. Rim ustunlari har xil fasonda bor. 60lik bu fasonlarimiz. Bu 45lik, 30lik, bu 45lik, 30lik va 25lik fasonlar bor. 25 fasonlar bu Uygasiga masalan 3 metr bilan, 5 metr bilan, 7 metr bilan, bor 7 metrgacha qilinadi mahsulotlar. Tagi stakan qo'yilsa, o'zimiz qolib usta boriladi, aytgan razmerga chiqib beramiz. Bu razmer narxlari 125likka, 200likka, 180 ming metrga hisoblanadi. Bu donasi addini bo'ladi. Bundan tashqari o'zini stakanchasi tur bittasi 250 mingdan qo'yilishi. Bundan buyog'i 180 ming qo'yiladi. 200 mingdan qo'yiladi bu narsalar. Metriga 200 mingdan. Vidigasdan tosh, sement mahsulotlar bo'ladi. Tosh, sement armatura ketadi. Bular borib qo'yib beradi, aytgan azmingacha 340, 350 qayerga bo'lsa manzil farqi yo'q. Samarqand viloyati yana qo'yib berib qo'yadi, aytgan azmingacha. 4 ta bo'ladimi, 6 ta bo'ladimi, darvozan tashqarilari, ichkarilariga, darvozan tashqariga shapka chiqaradi-ku, o'shalarga turbasi bo'ladigan bo'lsa, turbasi ichida qolib ketaveradi, armatura qo'yib yotmaydi uni. Ha, iloji bor. Bular necha puldan? 250 mingdan metriga. Metr. Bu 280 mingdan metrga qo'yiladi. Bu nechilik bu? Bu 60lik. 600lik deb hisoblanadi. Masalan, turba qo'ygan bo'lsa, uydagilar turba qo'yganman. Qanday bo'ladi? Turba ichida qolib ketaveradi. Garantiyasini beramiz. Har bir fasonda, bundan tashqari boshqa fasonlarimiz ham bor. Spiralli fasonlar bor.
Üstü boshqa fasonlarmi? Bu oldin bir reklama chiqarilgan, o'sha turibdi. Boshqa fasonlar har xil qoliplar bor. 10 ta bo'ladigan bo'lsa, 10 ta qo'yadigan bo'lsa, 2 kunda qo'yib beraman 10 tani. Unda bir 10 kun, 15 kun yurilmaydi. Qolibimiz ko'p.